O'rta Chirchiq tumani, ya'ni To'g'uzoq mahallasidan 7 sotuvli joy topib qo'ydim. Bitta laykni bosing, obzor qilishni boshlayman. Xullas, mana shu ko'chani ko'ryapsizlar. Yonida ro'parasida maktab ham joylashgan. Ko'chalar asfalt qilingan. Xullas, yaxshi mahalla, jiloy mahalla, hech qanaqa sun'iy buzilishlarga tushmagan. Qo'shni yaxshi. Nima deydi? U yo'qmi, qo'shni ol deyshadi. Yaxshi mahalla. Ichkarini ham bitta ko'rsataylik. Mana sizlarga aytayotgan joyim mana ko'rib turgan 7 sotuvli joy. Xullas, mana shu joydan bo'linar ekan. 7 sotuvli. Mana bittagi 2 xonali uy ham sizga qaraydi, xudo xolasa. Endi qarang, lokatsiya qayerda ekanligini ozgina ma'lumot beray. Xo'p, Toshkent viloyati Nurafshon shahriga 14 yoki 15 kilometr atrofida taxminan chiqadi. Po suti Qo'yliqqa 20 kilometr. Shahar, ya'ni Qo'yliqda o'ziga 23 kilometr atrofida. Bitta laykni bosib qo'ydingizmi? Endi qarang, Toshkent viloyatida Qorasuv mebelchilar shaharchasi bor. O'sha joyga 9 kilometr atrofida. Xullas, yaxshi joylar, maktab yaqin, asfaltlari, tok, internetlar, hamma narsa, kommunalkalar, hamma narsasi o'tgan. Menimcha, kelajagiga mulk bo'lib qolishga ancha yaxshi. Ya'ni bitta zo'r yutug'i bor. Toshkent xalqaro aeroporti bu yoqqa ko'chib kelyapti. Bilasizlar, aeroport ko'chib kelgan joyga narx-navo ancha ko'tariladi. Hozir mana shu joyda 3000 ga so'rashyapti. Bilmadim, yana bir 4-5 yildan keyin narxi ashi patolog bo'lib ketsa kerak. 7 sotuvli joy 3000 dan so'rashyapti. Yana o'tib beradigan, baraka qiladigan joylari ham bor ekan. Menimcha yaxshi narx. Bitta like bosib qo'ydingiz, ketdik. Mana uylarni ham bitta ko'rsataylik. Dokument o'rnida endi mana shu uyni ko'tarib qo'yishgan, 2 xonali uy. Xullas bitirib ham qo'yishgan. Menimcha kelib yashasa bo'ladi. Dokumentlari, egalik huquqlari, kadastrlari hamma narsasi 100% joyida. Borasiz notariusga borib, o'zingiz nomingizga o'tkazib olsangiz bo'ladi. Menimcha bundan ortiq yaxshi bo'lmasa kerak. Xullas, pastda egalar raqami bilasizlar, 3000 deyilgani bilan o'tib beradigan, baraka qiladigan joyi bor. Savdolashib olinglar. Mana shu joy, xudo